Akalar, assalomu alaykum. Mana shu mototsikl sotiladi mana. Holatlari yaxshi akalar. Balonlari ham yaxshi, o'rtacha. Motorlari ham bitta tepkida yurar ekan. Radnoy kraskada akalar. Kimda kim qiziqqanlar bo'lsa, mana 3,5 million narx baho aytyapmiz. Oladiganlar bo'lsa kelishiladi akalar. Kelishilib beriladi. Mana hamma yo'g'i bor, texpasportlari bor. Bitta tepkida yuradigan holat akalar. Qiziqqanlar bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Radnoy kraskada hamma yo'g'i zo'r mana holatlari. Ishlab turibdi, motorlari tepkida, bitta tepkida yuryapti. Kimda kim qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, nomer qoldiramiz akalar. Pulini 3,5 milliondan o'tib beramiz. Ozgina o'tiladigan xonasi bor.